Qilgan barcha ishlaring uchun senga katta rahmat. Sen meni aldagan eding. Rekordlar ortidan quvmayman. Ularga hatto ko'z qirimni ham tashlamayman deganding. Lekin hozir hamma rekordlarni yangilab tashlading. Yo, to'g'ri, lekin men ularni ortidan quvmayotgandim. Bu men doim o'ylaydigan yoki men uchun juda muhim bo'lgan narsa emas. Xudoga shukr, barchasi o'yinlarning natijasi o'laroq o'z-o'zidan sodir bo'ldi. Jamoamiz kurashishda, harakat qilishda davom etyapti va oldinga intilyapti. Shuning uchun bu g'alabadan va o'yin qanday kechganidan juda xursandman. Yana bir qisqa savol. O'yinda Lautaro maydonga tushganida sen o'ng qanotga ko'chding. O'ng qanotda ko'proq bo'sh hudud topa oldingmi? Maydonning o'sha qismida aynan nimani ko'rding? Ha, to'g'ri, markazda o'ynash ancha qiyin bo'layotgandi. Chunki ular u yerda zich joylashib, odam ko'paytirishgan edi. Yana 1,5 himoyachini qo'shib chiziqlar orasidan bo'shliq topishni qiyinlashtirishdi. Lautaro kirganidan keyin esa maydonda 2 9'lik hujumchi bo'ldi va markazda odam haddan tashqari ko'payib ketdi. Shuning uchun men bo'sh hududlarni qanotdan qidirishga harakat qildim va o'ylaymanki, buni uddaladik. Rameroning goli ham aynan o'sha tomondan boshlangan vaziyat orqali kiritildi. Xullas, bu xursandchilikdan juda ham baxtiyorman. O'yin oxiridagi o'sha og'ir, hal qiluvchi 13 daqiqada xayolingdan nimalar o'tdi? Yo, to'g'risi 2-0 hisobida ortda qolayotganimizda u yerda vaziyat juda ham og'irlashdi. Qiyin bo'lishini sezib turardik. Lekin yakunda keyingi bosqichga o'tganimiz bizga katta yengillik, tasalli berdi. Chunki biz jahon chempionatini bunday tark etishni istamasdik. Hali ham kurashishga va oxirigacha harakat qilishga loyiq ekanimizni his